Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz ya'ni kasrlar. Kasrlar mavzusidan ya'ni oq to'plam ya'ni 96 dan birinchi misolni ko'ramiz. Birinchi misol ya'ni 9 - 11 va 1 orasida nechta mahraji 33 ga teng bo'lgan kasr bor debdi. 9 - 11 va 1. Ya'ni buni ikkalasida ham mahrajini 33 ga olib kelamiz. Ya'ni 33 ga olib kelsak 9 - 11 va 1 ga umumiy mahraj 33 bo'lishi uchun buni 11 ni 3 ga ko'paytirishimiz kerak. 9 ni ham 3 ga. Birimiz bo'lsa, ya'ni 33 taqsim 33. 33 ni 33 ga bo'lsak 1 deb beradi. Ya'ni bu bo'ladi shunda 27 taqsim 33 va 33 taqsim 33. Ya'ni mahrajlari bir xil bo'ldi. Demak, 9 - 11 va 1imiz orasidagi mahraj 33 ga teng bo'lgan kasrlarimiz. 27 taqsim 33, 28 taqsim 33, 29 taqsim 33, 30 taqsim 33. Bu yoqdan yana alohida yozadigan bo'lsak, 31 taqsim 33 va 32 taqsim 33. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Endi mahraji 33 ga teng bo'lgan kasrlar 6 ta ekan. D javob. Endi 4-chi misol. 4-chi misol -1 taqsim 4 -1 taqsim 5. 4 va 5 ga umumiy mahraj beramiz. 4 va 5 ga umumiy mahraj 20. Bunga 5 ta, bunga 4 ta. 5 ni -1 ga ko'paytirsak minusdan 5, 4 ni -1 ga ko'paytirsak minusdan 4. -5 ga -4, minusdan 9 taqsim 20. -9 taqsim 20 degan javobimiz A javob. Keyingi misol. 8-si. 8 larda 243 bo'lamiz 9 taqsim. Buning ham 11 ekan. Buni kasr ko'rinishida yozsak 243 bo'lingan 9 taqsim 11. To'g'ridan to'g'ri kasrda bo'linmaymiz. 243 ko'paygan nima qilamiz? Bo'luvchida teskarisiga o'zgartirib olamiz. Demak, 243 bilan 9 qisqaradi. 249 ga bo'lganimizda 2 tadan 18, 63 da 7 ta. 27 ta. Demak, 27 ta ko'paygan necha? 11 bo'lib qoldi. 27 ni 11 ga ko'paytiradigan bo'lsak 270, 270 ga 27 qo'shsak 297 degan natijani olamiz. Javob. Va bizlarda 9-chi misol. 9-chi misol. 9-chi misolimizda minusdan 20 minus emas ekan. 20 ayrilgan 48 va minus 5 minus 20 ekan. Mahrajimizda minusdan 5. 20 ayrilgan 48imiz minus 28 ni beradi. Ko'paygan minus 5 minus 20 imiz minus 25. Pastda minusdan 5. Minus 5 bilan 25 qisqaradidan 5 qoladi. Manfiyda manfiga bo'lganimizda musbat bo'ladi. Minus 28 ko'paygan 5 bo'lib qolyapti. Ya'ni bunimizning natijasi nechiga teng bo'ladi?
minusdan 140'ga. Minusdan 140'ga. Bizlarda 40'dan qanchaga kam debdi? 40'dan qanchaga kam bo'lsa, 40 ayrilgan minus 40. Ishora ochilib ketadi. 40 plyusdan 140 bo'ladi. Bunimiz 180 ga teng. C javob. Keyingi misolni ko'rib beradigan bo'lsam. Bizlarda 10-misol. 1 minus 1 taqsim 2. 1 minus 1 taqsim 3. 1 minus 1 taqsim 4. 1 minus 1 taqsim 5. 1 minus 1 taqsim 6. Ushbu ishlashimiz kerak ekan. Ya'ni bularga nima qilamiz? Umumiy mahraj bera olamiz. Bunga 2 tadan, bunga 3 tadan, bunga 4 ta, bunga 5 ta, bunga 6 ta. Demak, teng qilib ishlasak, teng 2 mahraj berilyapti. 2 ayrilgan 1 taqsim 2. 3 ayrilgan 1 taqsim 3. 4 ayrilgan 1 taqsim 4. 5 ayrilgan 1 taqsim 5. 6 ayrilgan 1 taqsim 6. 2dan 1 ayirsak 1 taqsim 2. 3dan 1 ayirsak 2 taqsim 3. 4dan 1 ayirsak 3 taqsim 4. 5dan 1 ayirsak 4 taqsim 5. 6dan ayirsak 5 taqsim 6. Demak, 2 bilan 2 ketadi, 3 bilan 3 qisqaradi, 4 bilan 4, 5 bilan 5. Bizlarda qolyapti suratda 1, mahrajda 6. Va natijamiz 1 taqsim 6 ga teng. D javob. Yana bizlarda 14-misol. 14 bilan 12 da ishlaylik. 12. 1 taqsim 3 ko'paygan minus 2 taqsim 7. Minus 5 taqsim 42. Ya'ni kasrni birinchi nimaga o'tkazib olishimiz kerak? Bo'lish bor ekan. Ko'paytirishga. 42 taqsim 5 bo'ladi. Minus ishora turadi. Endi qisqaradiganlar bo'lsa qisqartirishimiz kerak bo'ladi bu yerda. 7 bilan 42 qisqaradi, 6 qoladi. 6 bilan 3 qisqaradi, 2 qoladi. Minus 2 da minus 2 ga ko'paytirsak, plyusdan 4. 4 taqsim 5. 4 taqsim 5. İyi javob. 17-misol. 2 ko'paygan 4 darajasida minus 2. Plyusdan 2 taqsim 3'tü minus 3'üncüsü. Minusdan 1 taqsim 5'ti. 0'ncisi. Şu ifodani hisoblaymiz. Minus daraja bizda kasrda teskarisiga, ya'ni chappari boradi. 2 ko'paygan 1 taqsim 4 kvadrati degani. Ya'ni nima degani? Ani minus birinchisi degani 1 taqsim b degani. Demak, 4 minus ikkinchisi 1 taqsim 4 ning kvadratiga. Plyus bu ham chaparadigan bo'lsa 3 taqsim 2 da minus ishora chaparayapti. Uchinchisi. Har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng. Endi hisoblaymiz. 2 ko'paygan 4 kvadrati 16. Plyusdan 3 ni kubi 27. 2 ni kubi suratga mahrajga ham tegishli. 2 ni kubi 8. Ayrilgan 1. 2 bilan 16 qisqaradi, 8 qoladi. Demak, 1 taqsim 8 ga qo'shilyapti nima? 27 taqsim 8. Ayiramiz 1. Teng.
Mahraj bir xilda qo'shsak 28 taqsim 8 bo'lyapti. Ayrilgan 1. Bunga 8 mahraj beraversak 28 ayrilgan 8 bo'lamiz 8. 20 taqsim 8. Bu 4 ga qisqaradi. Ya'ni qisqartir 4 ga degani suratda mahraj ham 4 ga bo'linadi. 5 taqsim 2. Buni aralashga o'tkazsak 2 tadan tegib 2 ga bo'lganda qoldiq 1 qoladi. Yolmasam 2,5 ga teng. Javobimiz D. 20-misol. 9 ning kvadrati 3/5. Past 81 kvadrat. Demak, buni 81 da maydalashimiz kerak. Nimaga? 9 kvadrat tursin. 3/5 ham tursin. 81 da hammasida 3 darajasiga olib kelsak ham bo'lar ekan. To'xtanglar, o'chiramiz. Hammasida 3 darajasiga olib kelamiz. 9 imiz 3 ning kvadrati. Shuni kvadrat bo'lyapti. 3/5. 81 imiz 3 ni 4-si va 10 kvadrat bo'lyapti. Bu ochsak 2 bu darajaga ko'payadigan 3/4-si ko'paygan 3/5-si. Past 3/8-si. Ko'paytma bo'lsa darajalar qo'shiladi. 3/9-si past 3/8-si. Bo'limni kasr chizadigan bo'luv degani bo'luv bo'lsa darajalar ayriladi. 9 dan 8 ayrilsa 3/1-si. Ya'ni bu 3 ga teng. Javobimiz B. 22-misol. 22-misolimizda 1 taqsim 1 minusdan 1 taqsim 1 minus 2 da minus 1-si ekan. Plyusdan 1 taqsim 1 taqsim 1 plus 2 da minus 1-si ekan. Bizlar eng pastki, ya'ni kasr pastdan kelamiz. Ya'ni qayerdan? Yana mana bu holatlarda ishlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu holatlarda ishlaydigan bo'lsak, ya'ni bizlarda birinchi amal desakdan 1 minus 2 da minus 1-si degani 1 minus 2 da minus 1-si aytdim. 1 taqsim 2 chaparadi. Bunga 2 mahraj beradigan bo'lsak, 2 ayrilgan 1 taqsim 2 1 taqsim 2 ga teng. Bu yoqda ishlasak 1 plus 1 2 da minus 1-si 1 plus 1 taqsim 2. Bunga 2 mahraj bersak 2 qo'shamiz 1 taqsim 2 3 taqsim 2 bo'ladi. Endi shu holat, ya'ni ikkinchi o'rin 1 minus bo'lyapti. Ya'ni 1 minus bu natijamiz 1 taqsim 2 chiqdi. 1 taqsim 1 taqsim 2 bo'lyapti. Pastimiz 1 plus 1 taqsim 3 taqsim 2 bo'lyapti. 2 bo'linma tepaga chiqib o'tib ketadi. 1 ayrilgan 2 bo'lib qoladi. Pastimiz 1 plus 2 tepaga chiqadi. 2 taqsim 3 bo'lib qoladi. Bunga 3 mahraj bersak 5 taqsim 3. Bunimiz minus 1 ga. Demak, общий bu mahraj pastimiz minus 1 ga teng bo'ldi. Общий bu mahrajimiz 5 taqsim 3 ga teng bo'ldi. Yozamiz. 1 bo'lingan minus 1 qo'shamiz 1 taqsim 5 taqsim 3. 1 ni minus 1 ga bo'lsak minusdan 1. Bu 3 yana tepaga o'tib ketadidan plus 3 taqsim 5. Bunga 5 mahraj beramiz teng. Minusdan 5 plusdan 3 mahraj 5. Bu degani minus 2 taqsim 5 ga. Minus 2 taqsim 5 degan javobimiz bizlarda C javob. 23. 23.
23'te 488 ko'paygan 475 ayrilgan 462 244 qo'shamiz 475 243 demak shu misolda bizlar ishlashimiz kerak ekan. Buni qay holatga olib kelsak bo'ladi? Ko'paytirib ayirgandan ko'ra buni soddroq yo'lini o'ylab ko'rishimiz kerak. Ya'ni tepadan 2 ni olib chiqib ketaman. Umumiy ko'paytirib chiqib. 2 ni olib chiqsam, 488 2 ga bo'lsam 244 bo'ladi. Ko'paygan 475 minus 462 bo'lyapti. 462 dan 2 olib chiqib ketilsa 231 qoladi. Taqsim 475 ko'paygan 243 plus 244 qolyapti. Demak 2 ni olib chiqdik, shu holatga keldi. Endi buni yana qay holatga olib kelsak bo'ladi? Buni yana boshqa soddaroq yo'llarda ko'radigan bo'lsak. 243. Demak, tepada yana maydalaymiz. 2 turibdi. 244 da 243 minusdan 243 plusdan 1 qilaman. Ko'paygan 475. Ayrilgan 231. Past 475 243 plus 244 turadi. Buni qavsda ochib chiqadigan bo'lsak, 2 ko'paygan 243 ko'paygan 475 plus 475 ayrilgan 231. Pastimiz 475 ko'paygan 243 plus 244. 2 ko'paygan 475 ko'paygan 243 bundan ayrilib ketsa plusdan 244 qoladi. Pastimiz 475 ko'paygan 243 plusdan 244. Ya'ni bular o'xshash qiymat, bularni qisqartirib oladigan bo'lsak, natijamiz 2 ga teng. Javobimiz D javob. Endi yana ko'rib beradigan bo'lsak, 24 tammi? 24 da ham. Yigirma to'rt demak 24 5 ko'paygan 3 ko'paygan 7 da 15-si. O'chirib qo'yamiz. 7 da 15-si ayrilgan 19 ko'paygan 7 da 14-si. Past 7 da 16-si plusdan 3 ko'paygan 7 da 15-si.
Demak, ikkalasini ham darajasi borlarni chiqarib olamiz. Ya'ni 7 ni 14-sida olib chiqsak, 5 ko'paygan 7 ni 14-sida ko'paytirib chiqib, qolsini tashqariga olib chiqamiz. Demak, 3 ko'paygan 7 da o'zi qoladi, ayrilgan 19. Pastdan 7 ni 15-sida olib chiqaman. 7 ni 15-sida olib chiqsam, 7 dan bitta, bu yoqda 3 ta o'zi qoladi. Teng. Bo'm bilan bu qisqaradidan pastda 7 ni o'zi qoladi. 5 taqsim 3 kere 7 21, 21 ayrilgan 19 bo'lyapti. Past 7 ko'paygan 2 ga 3 10. 10 bilan 5 ketadi, 2 qoladi. 21 dan 19 ayrilsa 2 qisqaradidan natija 1 taqsim 7 ga teng ekan. Javobimiz C. Demak, buni kichkinartirib buni yoqib qo'ysak bo'lar ekan. Demak, 25. 25 emas, qaysini ko'rsak bo'ladi. O'xshash bular ham 29. 29-chi misol. 29 ya'ni 110 da 6-si ko'paygan 77 da 4-si. 77 da 4-si. 77 da 4-si. 3 da 3-si. 10 da 11-si. 10 da 11-si. O'chmay qoldi mana. Ko'rinmay qolmasin. 10 da 11-si. 10 da 11-si. Demak, 110 da nima qilsak bo'ladi? Ya'ni 11 ko'paygan 10. Shuni 6-si qilamiz. Ko'paygan 77. 11 ko'paygan 7. Shuni 4-si. 3 da 3-si tursin. 10 da 11-si ham tursin. Teng bo'ldi. Ya'ni bu bo'ladi. Ya'ni 11 da 6-si, 10 da 6-si. 11 da 4-si, 7 da 4-si. 3 da 3-si, 10 da 11-si. Mahrajimiz boshqasida yozib yuboribmiz. Uzr bolalar, adashmovchilik bo'ldi.
Nimaga o'chmayapti bu? Boshqatdan yozamiz. Buni chizib qo'ying. Ya'ni 110da 6-si, 77da 4-si. Bas 55da 8-si, 154da 2-si. 110da 55 ga olib kelsak bo'lar ekan, demak 2 ko'paygan 55da 6-si qilamiz. 77 tursin. 77da 4-si turaversin. Pastimiz 55da 8-si, 154da 2 ko'paygan 77da 2-si qilamiz. Demak, 2ni 6-si, 55da 6-si, 77dani 4-si. Bas 55da 8-si, 2da 2-si, 77da 2-si. Bu bilan bu ketadidan bunda 2 ta qoladi. Bu bilan bu ketadidan bunda ham 2 ta qoladi. Bu bilan bu ketadidan bunda 4 ta qoladi. Tepada qoldi 2ni 4-si va 77ni 2-si. Pastda qoldi bizlarda 55da 2-si. Buni yana maydalaymiz. Ya'ni 2ni 4-si turadi, 77da 11da 2-si, 7ni 2-si. Past 11da 2-si, 5da 2-si. 11da 2-silar ketdi, 7dan 2-si va bu qoldi. Ya'ni 2ni 4-si 8, 7 kvadrati 49. Past 5 kvadrati 25. Buni ko'paytirib hisoblab qo'yamiz. Ya'ni 8 kare 9 72, 2si 8 kare 4 32, tagimlar 392 past 25. 39 ichida bittadan 14 142. 142da ichida 6 tadan bersak ko'piga tegan 5 tadan 25 ga bo'lganda 42 dan 25 ketsa nechi qoladi? 17 qolib qolar ekan. Yo'q, adashdikmi bizlar? 39 ichida bittadan 2ni 4-si bolalar 16 edi. Biz o'sha yerda adashibmiz. Yana buni 2 ga ko'paytiraversak, javobni ham 2 ga ko'paytiraversak chiqadi. Ya'ni 30 tadan deb yo'q. O'rinli bo'lmay qoladi aytmoqchi. Yo'qlarni o'chirik. 2da 8, 2ni 4-si 16 edi. 16. 8 ga ko'paytirsak shu bo'ldi. Buni 2 ga ko'paytirsak 4, 18, 2 kere 3 6, 7, 25. 28 ichida 3 tadan 75. 3 34, 34 ichida bittadan 25 ga bo'lganda qoldig'imiz 9 qoladi. Javobda xato yozish natijasida ko'p vaqt ketib qoldi. Va keyingi misollar. 31. Yani mingda 10 darajasi va 700 ayrilgan 200. 12-si ko'paygan 500da 2-si. Ya'ni mingda 10-si turadi. 700dan 200 ayirsak 500. 500da 12-si ko'paygan 500da kvadrat. Bu bilan buni ikkitasi ketsa 10 ta qoladi. Mingda maydalaymiz. 2 ko'paygan 500da nechinchisi bilan 10-si. Bunimiz 510-si qolyapti. Bizda 2ni 10-si har biriga tegishli bo'ladi. 510-si. Bo'lamiz 510-si. Bular qisqardi. 2da 10-si qoldi. 2da 10-si 1024 ga
teng. Yana bizlarda 2 dan katta, 5 dan va 5 taqsim 6 dan kichik bo'lgan mahraj. 35 ta ishlaymiz. 35. N'ning qiymati 119 taqsim 120. N'ning qiymati 240 taqsim 242. 242. Ikkinchi n degan kasrimiz 2 ga qisqartirib olsak 120 taqsim 121 bo'ladi. 120 taqsim 121. Ya'ni bunimizni olib olishimiz kerak. Nimaga? Mahraji bir xillikka. Ikkalasining surat mahrajlari har xil. Demak, mahrajlar har xil bo'lsa, biz kasrlarni nima qilishimiz kerak edi? Umumiy mahrajga keltirib, qaysi kasrning surati katta bo'lsa, o'sha kasr katta hisoblanardi. Demak, buni yana soddaroq yo'l qilamiz. 1 taqsim ayrilgan 1 taqsim 120 desak, bu 119 taqsim 120 beradi. Bu nima? 1 minus 1 taqsim 121 qilsak, bunimiz 120 taqsim 121 deb beradi. Bizlarda butun qismlarni agar hisoblaydigan bo'lsak, butun qismlar teng. 1 qaysi kasr, ya'ni kasr qismimiz qaysi biri kichik bo'lsa, o'sha kasrimiz katta hisoblanadi. Nima uchun? 1 dan qancha kichik son ayrilsa, o'shanimiz kattaroq. Bizlarda bu yerda kichigi 120. Demak, m katta n'dan ekan. M katta n'dan. B javob. Yana sonlarni o'sish tartibida yozing. 37 bor. 38 ko'rik. 38. A'mizning qiymati 5 taqsim 11 ekan. B'ning qiymati 6 taqsim 13 va C'ning qiymati 7 taqsim 15 ga teng ekan. Sonlarni o'sish tartibida yozing. Demak, sonlarni o'sish tartibida yozadigan bo'lsak, to'qqizdan necha? 1 minus 7 taqsim 11. Yo'q. 6 taqsim 11. Bunimiz 7 taqsim 13. Bunimiz 8 taqsim 15. Yo'q, bo'lolmaydi. Kasrlar mahrajlari har xil. Mahraj har xil bo'lsa, bularni nimaga olib kelishimiz kerak? Ya'ni umumiy mahrajga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Umumiy mahrajga olib kelsak, 11, 13, 15 ga umumiy mahraj uchalasini ko'paytmasini berishimiz kerak. Demak, ya'ni A kasrimizga 13 bilan nimada 15 ni ko'paytmas. B kasrimizga 11 bilan 15 ni. C ga 11 bilan 13 ni. Demak, bularni ko'paytirib chiqamiz ya'ni. Faqat suratida taqqoslaymiz bo'ldi. Hammasi uchun umumiy mahraj 11, 13, 15 ni ko'paytmasi bo'ldi. Demak, A'mizni yozadigan bo'lsak, 13 ko'paygan 5 ko'paygan 13 ko'paygan 15. Buni yozadigan bo'lsak, 6 ko'paygan 11 ko'paygan
15. Seni yozadigan bo'lsak 7 ko'paygan 11 ko'paygan 13. Demak, bularni hisoblab chiqadigan bo'lsak, ya'ni 5 ko'paygan 13 ko'paygan 15. Bunimiz 975 ga teng. Keyingisi 6 ko'paygan 11 ko'paygan 15 990 ga teng. Va keyingisi 7 ko'paygan 11 ko'paygan 13 1001 ga teng. Hammasi uchun makhraj bir xil bo'ldi. Bizlarda har xil makhrajli kasrlarni taqqoslashda qoida qaysi birining surati katta bo'lsa, o'sha kasr katta hisoblanadi. Bizlarda 38 da degan sonlarni o'sish tartibida joylashtiring. O'sish tartibida degani eng kichigidan boshlaymiz. Bizlarda eng katta kasrimiz 1001, eng kichigi 975. A, B va eng kattamiz S. S eng katta, A eng kichik. Javobimiz A javob. Qolganini taqqoslashda ham o'zlaring shu tarzda ishlaysizlar. Keyingi misolni ko'radigan bo'lsak 42. 42-misol. 42-misolda 1 taqsim 1 ko'paygan 2 plus 1 taqsim 2 ko'paygan 3 plus 1 taqsim 3 ko'paygan 4 plus va hokazo plusdan 1 taqsim 999 ko'paygan 1000. Shuni hisoblash kerak ekan. 1 taqsim 1 ko'paygan 2 ni quyidagi ko'rinishda maydalasak bo'ladi. Qanday? 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim 2. Bu narsaga yana makhraj berganimizda 2 ayrilgan 1 shuni berib qoladi. Plus. Keyingisida 1 taqsim 2 ayrilgan 1 taqsim 3. Yana makhraj bersak 3 ayrilgan 2 yana 1 deb beradi. Makhraj 2 ko'paygan 3 bo'lib qolaveradi. Buni ham shu tarzda qilsak bo'ladi. Demak, plus nuqta plus. Buni ham 1 taqsim 999 ayrilgan 1 taqsim 1000. Qiymat bir xil va ishorasi har xil bo'lgan kasrlarimiz yo sonlarimiz yo kasrlarimiz qisqarib ketadi bizda. Bir ketdi, hammasi ketadidan. Bu ham demak oldidagi son bilan ketadi qisqarib va bizda qoladi. Qiymat 1 taqsim 1 ayrilgan 1 taqsim 1000. Bunga 1000 makhraj beradigan bo'lsak, 1000 ayrilgan 1 taqsim makhrajimiz 1000. Bu degani 999 taqsim 1000 ga teng. 999 taqsim 1000. Bu degani 0,999. Javob E javob. 43. 1 taqsim 15 1 taqsim 35 1 taqsim 63 1 taqsim 99 1 taqsim 143 1 taqsim 195. Buni quyidagicha qilamiz. Ya'ni 15imizni ko'paytirish ajraganda 1 taqsim 3 ko'paygan 5 qilsak bo'ladi. 35imiz 1 taqsim 5 ko'paygan 7. 63imiz 1 taqsim 7 ko'paygan 9. 99imiz 9 ko'paygan 11. Demak, 143imiz o'zidan 11 ko'paygan 13 bo'ladi. Va bunimiz 13 ko'paygan 15 ga. Ya'ni endi buni yana qayta holatda olib kelsak bo'ladi. Buni ham shu tepadagi misol 142 ga 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 5 qilib olsak bo'ladi. 5 ayrilgan 3 mana 5 bu yerda 5 ayrilgan
3 bo'lib qoladi. Mahraj berganmiz. 2 chiqib, hammasidan 2 2 bo'lib qolaveradi. Bunimizda ham 1 taqsim 5, 1 taqsim 7. Bunda ham mahraj berganda 7 ayrilgan 5 bo'ladimi? Surat mahraj berib ishlaganimizda. Hammasidan natija nechi? 2 2 qolib ketaveryapti. Keyingisida ham olsak 1 taqsim 7, 1 taqsim 9. Keyingisi 1 taqsim 9, 1 taqsim 11. Keyingisi 1 taqsim 11, 1 taqsim 13. Keyingisi 1 taqsim 13, 1 taqsim 15. Hammasida 2 2 2 chiqqani uchun o'pish qavs qo'yamizdan. Bundan nimani chiqarib olamiz? 2 ni. Shunda 1 taqsim 2 ni. Uzr, 1 taqsim 2 chiqarsak, ko'payib ketib qisqarar ekan. 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarib olamiz. Shunda 1 taqsim 2 ko'paygan bo'ladi, qisqaradi bizlarda qaysi? Bular, bu ham hammasini olib ketdi, qisqarib ketdimi? Qavs ichida qolyapti. 1 taqsim 3 qo'shilgan 1 taqsim 15. 3 bilan 15 ga mahraj 45, bunga 15 tadan, bunga 3 tadan. 1 taqsim 2 ko'paygan 15 ga 3 qo'shsak yozaylik hay. Pasimiz mahraj 45. 15 ga 3 qo'shsak 18. 1 taqsim 2, 18 taqsim 45. Bu bilan bu qisqaradi. 9 qoldi. 9 bilan 45 qisqaradi. 9 ga 1 taqsim 5 qoldi. Natijamiz 1 taqsim 5 ga teng ekan. 42 43 misolimiz. Yo, adashdikmi? Uzr. Mana bu yerimiz plus qilib ketibmiz. Ayrilgan. Ya'ni bu ayrilsa nechi qoladi bizda? 12 taqsim 45. Bu bilan qisqara 6. Buni 3 ga qisqartiraversak 2 taqsim 15 ga teng. 2 taqsim 15 degan javobimiz javobda. Qolgan misollarimiz ham xuddi shu tarzda ishlanadi. Yulduzchalik ketibdi. Mayli 47 da ham ko'raverik. 47 1 taqsim 12, 1 taqsim 35, 1 taqsim 63 plus 1 taqsim 99 plus nechi bo'lib ketib? Yo'q. 47 emas, boshqani ko'rib olibmiz. Nechi bu? 46 ekan. Mayli. Endi bo'ldi 46. Plusdan 1 taqsim 255 ga. Demak, bu ham tepadagi xuddi misolda bo'ladi. Necha? Masalan, tepadagi misolda ishlanadi bu ham. Buni ham shunday yozib olamiz. 1 taqsim 3. Ya'ni 3 ko'paygan nechi qilamiz? Hozir 1 minut. Boshqa misolda mana 15 ekan. 15. 3 ko'paygan 5, bu ham xuddi shunday. Plus 7 ko'paygan 5 bo'ladi, plus va hokazo. 1 taqsim 255imiz 15 ko'paygan 17. Qilib yozib olsak o'rinli bo'ladi. Demak, bundan yana shu bo'ladi. 1 taqsim 2 ni chiqaramizdan
Buni yozganimizda yana 1/3 ayrilgan 1/5 qo'shilgan 1/7 ayrilgan 1/5 yozish kerak edi hozir. 1/5 ayrilgan 1/7 yana qo'shilgan eng oxirgisi plyus 1/15 ayrilgan 1/17. Demak, bunda ham yana shu qisqarib ketadi va bizada qoladiganı 1/2 qavsishida 1/3 ayrilgan 1/17. Bunga 17 mahraj, bunga 3. Umumiy mahraj 51. 1/2 ko'paygan 17 ayrilgan 3 taqsim 51. 17 dan 3 ta ayirsak 14 51. Bu bilan bu qisqaradi 7. Natija 7/51 ga teng ekan. 46. Javob. Keyingisi 47 da ham. Ko'rib beraylik 47 da ham. 47 1/12 1/20. 1/30 plyus 1/42. 1/182. Buni nima qilsak bo'ladi? Umumiy ko'paytiruvchi qilib bundan hammasidan 1/2 ni chiqarib olsam. Teng. 1/2 ni chiqardim, qavsda 1/6. 1/10. Bo'lmaydi. Bu holat bo'lmaydi. Kelmaydi. Bunday qilaveramiz yana buni ham 1/3 ko'paygan 4 1/3 3 ko'paygan 4 4 ko'paygan 5 5 ko'paygan 6 6 ko'paygan 7 qilib olamiz. Mahraj yana mahrajga qarayapmiz. 182 da nech qilsak bo'ladi? 14 ko'paygan 13 ko'paygan 14 13 ko'paygan 14 130 130 ga 52 92 140 140 ga to'g'ri bo'lar ekan. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak endi yozamiz. 1/3 ayrilgan 1/4. 1/4 ayrilgan 1/5. Plyus 1/5 1/6. Plyus va hokazo plyus 1/13 ayrilgan 1/14. Qo'shsak hammasi 1 bo'lar ekan, to'g'ri. Ketdi hammasi. Bizda qoldi nima? 1/3 ayrilgan 1/14. Bunga 14 mahraj, bunga 3. Ya'ni umumiy mahraj 42. 14 ayrilgan 3 demak 11/42 ga teng. 11/42. Javob. ellik to'rt 3/17
va 8 taqsim 13, 16 taqsim 19. Shu sonlarga bo'linganda bo'linma butun son chiqadigan eng kichik natural sonni toping debdi. Eng kichik natural sonni nechaga teng debdi. Bo'linish uchun bunda hammasi, ya'ni faqat suratlariga qaraymiz. Ya'ni i kuk topamiz. I kuk nimaga? 3 ga, 8 ga, 16 ga. Ya'ni bitta son topishimiz kerak. 3 taqsim 17 ham, 8 taqsim 13 ham, 16 taqsim 19 ham bo'lishi kerak. 3, 8, 16 ga i kuk nechi bo'ladi? 48 bo'ladi. 48 ekan. Eng kichik natural sonimiz bizlarda 48 ga teng ekan. Javobimiz A. Demak, 55 ham xuddi shunday ishlanadi. 56. 56 da agar degan bizlarda berib qo'yibdi. 29 taqsim 31 qo'shilgan 38 taqsim 41 qo'shilgan 47 taqsim 51. Biz A ga teng bo'lsa, bizlardan so'ralgan narsa 2 taqsim 31. Keyingisi 3 taqsim 41. Keyingisi 4 taqsim 51 da natijasini toping debdi. Shu narsa so'ralibdi. Bizlar mana A ni 29 taqsim 31 da nima deb yozib olsak bo'ladi, qaranglar. Shularni nima deb yozib olsak bo'ladi? Ya'ni mana narsani, mana shuni manalarga olib yozamiz. Nima deb qaranglar? 2 yo'q. 2 emas. Mana bu tarzda yozsak bo'ladimi? 1 plus 2 taqsim 31. Mag'raj bersak, ya'ni bunga 31, yana 41 ayrilgan yozsak o'rinli bo'lar ekan. 31 dan yana 2 kelsa 29 deb beradimi? Demak, keyingisini yozsak 1 chizilib ketibdi, intek qildi. Ayrilgan 3 taqsim 41. 41 yana beriladi bunga ham. Shunda 41 dan 3 ayrilsa yana 38 deb beradi. Keyingisi 1 ayrilgan 4 taqsim 51. Demak, 1 1 1imiz 3 ga teng. Bular minusni chiqarib yuborsam 2 taqsim 31 qo'shilgan 3 taqsim 41 qo'shilgan 4 taqsim 51 bo'lib qolyaptimi? 4 taqsim 51 bo'lib qolyapti. Bizlardan so'raladigan narsa shu bo'lyapti. Bizlardan shu narsa so'ralyapti, lekin buyog'imiz o'zi nimaga teng? Bizlar ham bu narsani maydaladik. Shu narsa bizlarda A ga teng. Demak, shu yerdan buni topib olsak, ya'ni mana narsani bizlar x ga tenglasak, ya'ni 3 minus x teng A bo'lyapti. X topsak 3 ayrilgan A degan javob chiqar ekan. 3 ayrilgan A. Javobimiz A javob. Keyingi shunga o'xshash o'zlaring ishlab qo'yasizlar. Qolganlari 62, 57, 57. Qavs minus 17 da minusdan 4 da minus 6. Bo'lingan minus 17 da minusdan 12. 13. Minus 2. Va 1 taqsim 17 da kvadrati.
Ushbu misolda demak ishlashimiz kerak ekan. Bizlarda minus daraja nima qiladi dedim? Chapparadi dedimmi? Demak, minus 1 taqsim nechi bo'ladi? 17 da 4-si bo'ladi. Buni minus 6-si. Bo'lingan. Bunimiz ham minusdan 1 taqsim 17 da 13-si. Va ikkinchisi. Bu 1 taqsim 17. Demak, yana davom etsak, bizlarda minus 2 ekan mana bu. Bu ko'paytma bo'lib kirsa, ya'ni 4-birinchi juft darajaga ko'tarsak buni juft qo'radi. Lekin ko'paytma qilib kirgizsak, demak minusdan 1 taqsim 17 da minus 24-si bo'ladi. Bo'lingan 1 taqsim 17 da minus 3 12 minusdan 26-si bo'ladi. Ikkinchisi qolib ketdi. 1 taqsim 17 da ikkinchisi. Yana davom etamiz. Minus yana chapparaydi. Demak, minus 17 da 24-si. Bo'lingan minus 17 da 26-si. 1 taqsim 17 da kvadrat. Bo'luv bo'lganda daraja ayrilaydi. Demak, minusdan 17 da nimasi bo'ladi? Minusdan ikkinchisi. Minusdan 1 taqsim 17 da kvadrat qilyapti. Bu minus ishora nima qilaydi bizlarda? 1 taqsim 17 da kvadrat. Minus 1 taqsim yana 17 da kvadrat. Bizlarda juft darajamiz buni musbat qo'radi va 1 taqsim 17 kvadrat 289. Buni ham darajaga ko'tarsak 1 taqsim 289. Bu ayrilib ketib nimaga bo'ladi? 0 ga teng bo'lar ekan. 0 degan javobimiz D javobda. Va so'nggi 62-misol. 62-misolimiz. 1 plus 1 taqsim 10 ko'paygan 11 plus 1 taqsim 11 ko'paygan 12 plus 1 taqsim 12 ko'paygan 13 plus 1 taqsim 13 ko'paygan 14 plus 14 ko'paygan 15 plus 15 ko'paygan 16. Demak, buni ham nima qilib yozib olamiz? 1 plusdan 1 taqsim 10 ayrilgan 1 taqsim 11. 1 taqsim 11 ayrilgan 1 taqsim 12. Yuqoridagi misollardek 1 taqsim 12 ayrilgan 1 taqsim 13. Qo'shilgan 1 taqsim 13 ayrilgan 1 taqsim 14. Qo'shilgan 1 taqsim 14 ayrilgan 1 taqsim 15. Qo'shilgan 1 taqsim 15 ayrilgan 1 taqsim 16. Teng 1 plus bo'lyapti. Bular nima bo'ldi? Qisqardi, ketdi. Hamasiga javob beraveramiz. Nima qoldi bizlarda? 1 taqsim 10 ayrilgan 1 taqsim 16. 10 bilan 16 ga umumiy mahraj nechi bo'ladi? 80. 80 bo'lsa bunga 8 ta, bunga 5 tadan. 1 plusdan 8 ayrilgan 5 mahraj 80. Bu degani 1 qo'shilgan 80. 8dan 5 ayirsak 3 mahrajimiz 80 ga teng. Bu degani 1,3 taqsim 80. Javobimiz A javob. Mana bo'ldi. Qolgan misollarda endi o'zlaring harakat qilib, to'ldirib, ishlab qo'yinglar. Menimcha bir 40% misol ko'rildi.